Mana nima uchun Ronaldoga butun dunyo muxlislik qiladi? 2014-yilda Ronaldoning zigzag yozuvi butun dunyoda mashhur bo'lib ketgandi. Lekin bu oddiy bir moda emas edi desam ishonasizmi? 2014-yilda ispaniyalik 10 oylik bolakay miya operatsiyasini o'tkazish kerak bo'ladi, lekin bu operatsiyaning narxi 84 ming yevroni tashkil qilgandi. Bu operatsiyani qilish uchun ota-onasining mablag'i yetarli emas edi va Ronaldoga xat yozishga majbur bo'ladi. Xatda nima deyilgandi? Xatda Ronaldo bizga bittagina formangni sovg'a qil deb yozilgandi. Lekin Ronaldo faqatgina bitta formasini sovg'a qilmadi, yonida butsisi va bitta xat bilan. Va xatda chek bordi, ya'ni xohlagan summangni yozib ol degan. Va shu tariqa tezda amaliyot bajariladi va bolakayning bir tomonida zigzag yozuvi qolib ketadi va shundan so'ng Ronaldoda ham paydo bo'ladi. Siz nima deb o'ylaysiz? Ronaldo bu bolakayning orqasidan zigzag yozuvni yozdirgan bo'lishi mumkinmi? Ammo Ronaldo intervyularining birida shunday degandi: bir insonga yordam berish qo'lingizdan kelsa, yordam bering deb. Ronaldoning ham faoliyati tugab bormoqda. Endilikda uning o'yinlaridan ayb topish emas, balki zavq olish kerak.